Faxriddin Muhammad Bobur g'azallari haqida ma'lumot. Bobur shoh sarkarda va iste'dodli shoir bo'lgan. U nafaqat davlat arbobi, balki nozik didli adib sifatida ham mashhur. Uning she'rlari asosan g'azal janrida yozilgan. G'azallarining xususiyatlari: sevgi va sog'inch. Ko'p g'azallarida muhabbat, hijron, yor sog'inchi tasvirlanadi. Vatan tuyg'usi uzoqda yashagani uchun vatanni sog'inish mavzusi ham uchraydi. Tabiat tasviri, bahor, gullar, bog'lar haqida nafis misralar bor. Oddiy va samimiy til. She'rlari tushunarli va yurakka yaqin. She'riy uslubi: tili sodda, samimiy va yurakka yaqin. His-tuyg'ulari tabiiy ifodalangan. Mumtoz she'riyat an'analariga amal qilgan. Bunda Alisher Navoiy ijodi ta'siri seziladi. Adabiyotda o'rni o'zbek mumtoz she'riyatining muhim vakillaridan, shoir sifatida samiyligi bilan ajralib turadi. G'azallari hozir o'rganiladi va sevib o'qiladi. G'azallarining ahamiyati o'zbek mumtoz adabiyotida muhim qismi hisoblanadi. Unda shoirning shaxsiy kechinmalari, hayot sinovlari aks etadi. Keyingi shoirlarga kuchli ta'sir qilgan. Bobur she'riyat bilan birga tarixiy asarlar ham yozgan. Eng mashhuri Boburnamo, o'z hayoti va davri haqida yozilgan kitob. Boburning devonida taxminan 200 dan ortiq g'azal mavjud. Uning she'rlari asosan chig'atoy, eski o'zbek tilida, ayrimlari esa fors tilida yozilgan. Bobur g'azallari asosan 1490-yillardan boshlab 1530-yillargacha, ya'ni butun umri davomida g'azal yozgan. Uning she'rlari keyinchalik devon holida jamlangan. Shuningdek, u mashhur tarixiy asar muallifi ham bo'lib, o'z hayoti va davr voqealarini Boburnoma asarida bayon qilgan.